Bağçalık hakkında kısan namlıq əsərdə ən köp tədbir işlətən tədbirkar zadi kim o? Yani üç bağçalık hakkında kısan namlıq əsərdəki ən katta rəngvaz zadi kim o? Bu məzmun qılqılğan dostlar, məni güvəncə qublayıb filmnin davamına diqqət qılana. Əmdə bu əsərdəki tədbiri, rəngvazlığı persent ən yuqurğa çıxan mandaq 4 şəxs var. Bunun 4-üncüsü Cashu. Hem ma Cashu yeni üçbaçalık hakkında kıssada çıkmaydı. Kon üçbaçalık hakkında kıssa bilen yoki kitabını o'qib baqqanlar bo'lsa bildi buni. Bu yerki Cashu Dunjoga bir mezgil xizmat qilgan-chu. Cashu uda 8 qitim tadbir tiko ishlatdi. 8 ning hammasida to'liq g'alaba qozondi. Əsərdə birdən bir tədbiri 100%leşkən adam Cashu üçün heç qaysidan məğlub olub getməyən. Lakin bunun işlətgan tədbirinin sani bir qədər az. Yəni ikinci birisi bu əsərdəki katta danışmanlar bilan tutuşub baxmagan. Üçüncüsü Simayi. Simayini hammamiz bilamiz, nəhayət yaxtırmız. Şunamı? Simayiga hammamiz nəhayət amraq. Onun danışmanlığı, sabırçılığı hammamiz qoyil. Simayi əsərdə o da 14 qitim tədbir işlətgan. 10 qitim g'alaba qilgan, 4 qitim mag'lub bo'lgan. G'alaba qilish nisbati 71,4%. Hamda buning 4 qitim mag'lub bo'lganki 4 qitimning hammasini Kamini Juga Qadi buzayotgan. Şu Jugulyan tarafından mağlup buldu bu 4 qitimning hammasida. Lekin endi oxirida bu yerki Simayining umri hammadan uzun keldi. Shunami? Shuni bilan bu yerki Simayi Jugulyanni oxirida mağlup qilgan bo'ldi hisobda. Endi Simayi bu asardagi eng muhim, eng murakkab shaxslarning birisi. Simayi oxirida elni birlik keltirdi. Simayi Veyxonni qanday egallab oldi? Masalan, Kungchungjini qanday yengdi degan to'g'risida endi bu Simayiningki tug'ilgandan tortib o'lguncha bo'lgan barliq mazmun yig'inchoqlab yarim soatdan uzoq mazmun qilib, astidagi qaytinchi dodiga ulanmaga esib qo'ydim. Men Simayini yoqtirgan mash mazmun tek anglab baxmaganlar astidagi mazmundan setilib anlasanlar bo'ldi. Ikkinchi tadbirkor Savsav. Savsavni nurg'unlar yoqtirdi, shunami? Savsav asarda jami 23 qitim tadbir ishlatdi. 20 qitim uda g'alaba qildi, 3 qitim mag'lub bo'ldi. G'alaba qilish nisbati 87%. Endi buning mag'lub bo'lishining birisi Dunjoni qasdlashning mag'lub bo'lishi. Ikkinchisi Baya degan Cashu tarafidan bir qitim mag'lub bo'lgan. Yana biri Shirbi urushida Joyu Jugulyanlar tarafidan mag'lub bo'lgan. Shunami? Endi Savsavning o'sha bir qiziq ishi buningki 100 ishlatgan tadbirda g'alaba qilish persenti yuqori. Lekin boshqalarning tadbiriga, boshqalarning tikosiga dastlab mag'lub bo'lib ketishimi yuqori-chu buning. Boshqalarning tikosiga asalda dastlab mag'lub bo'lib ketdi. Uda 14 qitim xalqning tikosiga dastlab ketgan Savsav. Shirbi urushida uda 7 qitim Joyu Jugulyanlarning tikosiga dastlab ketgan. Endi birinchi o'rindagi tadbirkor rangvaz demisem faraz qilib bo'ldinglar, Kamini Juga Qadi shu. Juga Komin bütün bu əsərdə 63 qitim tədbir işlətgan, rəngvazlıq qılğan, 59 qitim g'alaba qilgan, 4 qitim mag'lub bo'lgan. Bunun g'alaba qilish persenti 93,7% yetgan. Ya'ni mening ishlatganimni nəhayət ko'p his qildinglar-ku. 4 qitim mag'lub bo'lgan. Bu 4 qitim mag'lub bo'lishning birisi Jangwei tarafidan mag'lub bo'lib ketgan. Ikkinchi birisini Xaojao buzib atgan bu tadbirni. Uchinchi birisini Simayi yana bir qitim Jugulyanning tadbirini buzib atgan. Yana bir hamda to'rtinchisini Jimjoni oxirida yo'q saqlayanmaganligini hamda mush tadbirni mag'lub bo'lgan deb qaraymiz. Hamda bu yerki Jugulyanning mush butun asarda Longjungni ko'rsatgan tadbirdan boshlasa, eng oxirida o'lib ketgicha buning ishlatgan tadbiri rangvazligi haqiqatan noit ko'p, haqiqatan eng katta donishmand deyishga bo'ldi. Endi Jugulyanning xalqning tikosiga dastlab ketgan ishi bormi deganda bor. Bir qitim noit oddiy, kulkilik bir tikoga Jugulyan dastlab ketgan. Buni bildiganlar bormi? O'qinglar.